Oliy ta'lim muassasasini bitirayotgan yoshlar uchun kasbiy taraqqiyot, shaxsiy o'sish va mustaqil hayotga qat'iy qadam qo'yish imkoniyati. Samarqand shahri mezbonlik qilgan Talaba Expo 2025 ko'rgazmasi bitiruvchilarni ish bilan ta'minlash, ularning biznes g'oyalarini qo'llab-quvvatlash, shuningdek yosh mutaxassislar bilan yirik ish beruvchilar o'rtasidagi samarali muloqot uchun muhim maydon vazifasini o'tadi. Xabaringiz borki, joriy yilning 14-fevral kuni davlatimiz rahbarining mamlakatimiz yoshlari bilan o'tkazgan muloqotida yoshlarning ilg'or g'oya va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, ularni har tomonlama rag'batlantirish masalasiga alohida e'tibor qaratilib, bitiruvchi yoshlar bilan ishlashning mutlaqo yangi tizimi yo'lga qo'yilishi aytilgan edi. Oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarining ishga joylashishiga ko'maklashish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident qarori qabul qilinib, Milliy bank va Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamkorligida kelajakka qadam dasturi amalga oshirilishi belgilandi. Respublikamizning barcha hududlaridagi oliy ta'lim tashkilotlarida kelajakka qadam markazlari tashkil etildi. Bu esa har bir bitiruvchi talaba uchun oliygoh hududidan chiqmagan holda o'z biznes g'oyasini tayyor loyihaga aylantirish va qulay moliyalashtirish imkoniyatini yaratmoqda. Samarqand iqtisodiyot va servis institutida bitiruvchi talabasiman. Kelajakka qadam loyihasi asosida, ya'ni o'zimni loyiham ishlab chiqqanman. Hozirgi kunda talab ortib borayotgan to'y va sahna bezaklari asosida shu loyihada qatnashmoqchiman va 30 million so'mlik kredit olmoqchiman. Ortiqcha hujjatlarsiz bemalol kredit berilyapti. Bu men uchun yaxshi imkoniyat. Samarqand shahridagi universitet xiyobonida tashkil qilingan Talaba Expo 2025 kasb ko'rgazmasida 300 ga yaqin yirik kompaniyalar, tijorat banklari va tadbirkorlar ishtirok etishmoqda. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, joriy yilda respublikamiz bo'yicha 230 mingdan ortiq yoshlarimiz oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilari sanalib, ularning 23 mingdan ortig'i samarqandliklar hisoblanadi. Aynan Samarqand viloyatida mavjud 19 ta oliy ta'lim muassasalarida mehnat bozoriga 20 mingga yaqin oliy ma'lumotli mutaxassis tayyorlandi. O'tkazilayotgan ko'rgazma esa bitiruvchi yoshlarni o'ziga ma'qul bo'lgan ish o'rnini topishi uchun muhim imkoniyatdir. O'quv markaz ochish niyatidamiz. Hozir Talaba Expo 2025 o'sha ko'rgazmasida o'zimni o'sha o'quv markazini qo'shimcha, ya'ni jihozlar bilan ta'minlash maqsadida 10 million so'm miqdordagi kredit olish bo'yicha o'sha o'zim chiqishimni qildim. Qancha miqdordagi kreditlarni olish, ularning hammasi haqida bizga umumiy ma'lumot berildi. Hozircha o'zimdan tashqari yana 3 kishini band qilish ko'zda tutilyapti. Keyinchalik Xudo xohlasa kengaytirib, o'quvchilar sonini o'sha 500 ta 800 tani o'qita oladigan qilib, o'sha kattaroq qilib, unda yana ham ko'proq shu kishilarni ish bilan band qilib olsak bo'ladi. Bitiruvchilar bilan ish beruvchilar o'rtasida o'tkazilgan muloqotlarda mavjud ish o'rinlari, ish beruvchi korxonalarning imkoniyatlari, shart-sharoitlari xususida ma'lumotlar berilib, bitiruvchi talabalarning biznes g'oyalari taqdimotlari ham tashkil qilindi. Kelajakka qadam markazi xodimlari tomonidan o'sha biznes loyihalar o'rganilyapti, istiqbolli g'oyalarni tanlab olib, kelgusida amalga oshirish uchun jarayonlar ketmoqda. Kelajakka qadam dasturi doirasida 10 million so'mdan 1 milliard so'mgacha imtiyozli kreditlar ajratiladi. Talabamiz kelib murojaat qilib, qaysi yo'nalishda, qanaqa istiqbolli yo'nalishda qilishmoqchi, qaysi miqdorda kredit kerakligi bilan barchasini tahlil qilamiz, o'rganamiz va bitirayotgan talabamizga to'g'ri yo'nalishda maslahatlar beramiz. Yana bir muhim jihati shundaki, ko'rgazma davomida oliy ta'lim muassasalari taqdimotlari, bitiruvchilarga diplom topshirish tadbirlari, abituriyentlar uchun alohida burchaklar tashkil etilib, yoshlarni qiziqtirgan savollariga mutaxassislar tomonidan javoblar qaytarilmoqda. Chindan ham yoshlarimizning bugungi g'ayrat va shijoatga to'la qadami ertangi muvaffaqiyatlarning asosidir.